Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi chukuri sotuvchilari mana Bobotog'dan chukurini olib kelib sotishni boshlab yuborishdi. Bu yerda mana bu ravoch, bunisi nima oti? Qorrakmi? Qavrak shumi? Mana qavrak ham olib kelishibdi. Bu chukurini oldida mana bugun umuman olganda hozir ro'za Ramazon kunlarida o'zlarini mana yaxshi niyatlari bilan turli xil pishiriqlar, shirinliklar, halvalar ham sotishyapti. O'tgan yil ham mana sizlarga aytgandik, mana shu Xonjizadan kelayotgan xalq tilida ilish pavorat deydi, Xonjiza pavorat ham deyishadi. Mana shu yerda mana shu eng bir og'ir nima deydi, xalqni tadbirkorni oldilari respublikada birinchi bo'lib mana shunaqa mahsulotlarni, bahor taomlarini, bahor mahsulotlarini olib kelishga harakat qilishadi va xalqimizning dasturxoniga tortiq etishadi. Buni endi ko'p joylarda ravoch deydi, ko'p joylarda yana qanday nomlar bilan atashadi. Bizda Surxondaryo viloyatining katta qismida buni chukuri deymiz. Endi chukurini ham ko'p turlari bo'ladi. Chukurini bu nafaqat Surxondaryo viloyatida, balkim qo'shni mamlakat Turkmanistondan ham olib kelishadi. Mana shu yerga mana tuz qo'yib qo'yishadi, mana bunday qilib idishlarga jaydari qilib, mana shu chukurini archib, tuzga botirib uradi. Endi hozir ro'za Ramazon kunlari bo'lgani uchun yeb turganlar ancha kam. Mana buni boya ko'rsatdim sizlarga. Bu eng noyob mahsulot bu ham. Mana shunaqa, agarda yo'lingiz tushsa, mana shu yerda albatta xalqimizni eng bir bahorda ilik uzuzli paytida chiqadigan chukurishdan baham qo'yinglar. Mana shu svetoforni tagida maxsus joy hozirlangan va mana shu yerda savdosi qizigandan qizib yotibdi. Rahmat sizlarga.